nima degani? Wait qaytaring. Kuting. Bu ham wait bo'ladi. Kutinglar. Bu ham wait bo'ladi. Qarang. Wait qaytaring. Wait. Kimdirga buyruq bermoqchi bo'lsangiz, demak, bitta o'sha so'z o'zini aytib qo'ysangiz, bo'ldi, yetadi. Endi kutmanglar qanaqa bo'ladi? Bor yo'g'i don't ni olamiz. Don't qaytaring. Don't, endi wait qo'yamiz yana. Don't wait qaytaring. Kutma. Don't wait. Kutmang. Bu ham don't wait. Kutmanglar, kutmanglar ma'na deymiz-ku. Bu ham don't wait. Hammasiga kimdirga buyruq berib, nimadir qil yoki qilma demoqchi bo'lsangiz, fe'lni aytasiz yoki don't qilib turib, nimadir qilma deysiz. Bo'ldi, oson. Endi sizga vazifa mana bu get ol degani yoki give ber degani. Mana shu get bilan give va kommentariyada xuddi shunaqa 6 ta qilib chiqing. Aytgancha ingliz tilini 0 dan gaplashgacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, onlayn kursimda skidka ketyapti. 2-maygacha olishga ulgurib qoling. Qanaqa bo'layotganini narxini shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan skidka deb yozsangiz, tashab beramiz.